Ismim Shukrona. Tug'ilgan yilim va tug'ilgan kunim esa hozirda maktabning Hametvani muxlisiman. Uxlaydigan davlatlarimga keladigan bo'lsa, serialni yoqtirasiz. Hammaga salom, sizlar bilan Shukronaman. Va nihoyat ko'pchilik obunachilarimiz kutgan yangi video, ya'ni men haqimdagi video bo'ladi. Oh my god! Wow! Bu videoni kutgan bo'lsangiz, like bosib, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam boshladik. A few moments later. Hamma videolarimni boshida aytib o'tganimdek, ismim Shukrona. Tug'ilgan yilim va tug'ilgan kunim esa 17-avgust 2011-yilman. Buxoro viloyatida turaman. Surxondaryodan, Toshkentdan emasman. Hozirda maktabning 9-sinf bitiruvchisiman. Maktabda har xil tanlovlarda, tadbirlarda qatnashib, maqtov yorlig'i va faxriy yorliqlarini olganman. YouTube kanalimni 2024-yil 26-oktyabr kuni ochganman. 2025-yil iyun oylaridan birinchi videomni qo'yishni boshlaganman. Shu bilan 2026-yil 13-mart kuni men 1000 ta obunachiga erishganman. Lekin buni nishonlay olmadim. Uni birdaniga tug'ilgan kunim bilan nishonlaymiz. Aytgancha tug'ilgan kunimgacha hech bo'lmasa 5000 ta obunachiga erishishimiz kerak. O'ylaymanki, biz bunga erishamiz. Eshitadigan musiqalarimga keladigan bo'lsak, men ko'pincha Milana Hametvani muxlisiman va ko'pincha Milana Hametvani eshitib yuraman. Borishni xohlaydigan davlatlarimga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda Amerika, keyin Fransiya, undan keyin Italiya, Yaponiya va boshqa davlatlar. Qaysi rangni yoqtiraman? Men hamma rangni yoqtiraman. Menga hamma rang yoqadi. Ko'k, qizil, esichamasi. 2 hours later. Qaysi serialni yoqtirasiz? Men yaqinda g'alati narsalar, ya'ni Stranger Things yoki Очень странные дела boshqa tillarga tarjima qilinganda men shu serialni ko'rdim va bu menga yoqdi. Sizga qaysi aktyor yoki aktrisa yoqadi? Hozir aytganimdek, men g'alati narsalar degan serialni ko'rib chiqqanimdan keyin Eleven, ya'ni Millie Bobby Brown Eleven rolida o'ynagan aktrisa hozircha menga yoqadi. Nima uchun kam video chiqarasiz? Yangi video chiqarishim keladi, lekin menga qaysi video chiqarishni bilmayman. O'sha uchun sizlar kommentariyada yozinglar. Bundan keyingi video qanaqa video bo'lsin? O'shani chiqarishga harakat qilaman. Kanalingizda nechta obunachi bo'lishini xohlaysiz? 100 mingta. Chunki bizlar 100 mingta bo'lganimizga YouTube bizga mana shunaqa knopka beradi. Sizga qaysi gul yoqadi? Menga ko'pincha Lola, Atirgul, yana boshqalari. Bir kunlik vlog qachon chiqarasiz? Bir kunlik vlogni men bir marta o'rgandim. Keyin montaj qilganimga montaji yaxshi chiqmagan. O'sha uchun keyin chiqarmaganman. Lekin chiqaraman yaqinda. Qachonligini bilmayman. Real Madrid yoki Barselona? Albatta Real Madrid. Rasm chizishni yoqtirasizmi? Ha, 1 yildan beri rasm chizishni yoqtiryapman. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 2 ta farzandmiz, men katta farzandman. O'ylaymanki, bu video sizlarga yoqdi. Savollarimiz o'zimizga o'xshagan kam va bu video qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Aytgancha, mana bu QR kod bilan yoki opsioniyadagi silka bilan siz meni Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Telegram kanalimda men har xil retseptlarni, 2026-yil outfitlarni va shunga o'xshagan ko'plab narsalarni tashlab turaman. Bemalol obuna bo'lishlaringiz mumkin. Va shu bilan bizning bugungi kichkina videochamiz tugadi. Hammaga xayr. Obuna bo'lishni unutmang.